Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana biz Xitoyning Shandong provinsiyasi Lianshan shahriga kelganmiz. Hozirda mana katta ehtiyot qismlar ishlab chiqarish zavodida biz bu yerda mana yuk avtomobillarining ehtiyot qismlari, ya'ni o'qlari, shuningdek oralig'idagi balkalari, shunga o'xshash narsalar chiqariladi. Mana lazerlarda kesiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma ma'lumotlarni xudo xohlasa berib boramiz. To'liq bular mana eksport uchun tayyor mahsulotlar. Ko'rishingiz mumkin. Hamma narsa tayyor. Mana batafsil keyingi videolarda yana ko'rsatib o'tamiz. Aloqada bo'lasizlar. Sog' bo'linglar.